Nima uchun sabzavotlarni ovqatdan oldin iste'mol qilish kerak? Bilamizki, hozir biz shunaqa davrda yashaymizki, sabzavotlarni kam miqdorda-yu donli, nonli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilamiz. Aslida ovqatimizdan oldin sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilib va unga urg'uni qaratishni tavsiya beraman. Nima uchun deysizmi? Ayniqsa sabzavotlarning tarkibida vitaminlar, mikroelementlar, tarkibida tolalar, ya'ni suvda eriydigan va erimaydigan tolalarga boyligi bilan ajraladi. Bu esa sizning eng birinchi muhim organingiz, oshqozon ichak faoliyatingiz uchun muhimdir. Oshqozon ichak faoliyatingizga sabzavotlar birinchi o'rinda kirib borishi kerak. Ya'ni ovqatingizdan oldin birinchi sabzavotlarni iste'mol qilsangiz, ular hazm jarayonini yaxshilab turadi va yegan zararli ovqatingizni ham o'zi bilan birgalikda olib tushib ketadi. Bilib qo'yingki, sabzavotlarni kam iste'mol qilsangiz, sizni birinchi o'rinda qabziyat qiynaydi. Shuning uchun ratsioningizda albatta sabzavotlarga urg'uni qarating va har kuni ichigingiz kelishini nazorat qilib turing.